Yana bu meni subyektiv fikrim, yana so'kib tashlamaysizlar. Otabekki, BMW ham Mercedes ham haydagansiz. Qaysi birini ko'proq sog'inasiz? BMWni nimaga sog'inaman? BMW elektromobil edi, buzilmasdi. Buzilmagan. 60 ming yurgan bo'lsa ham biror marta ustaga kirmaganman. Mercedes meni kuydirgan. Yo'q, o'shaning Har uchun yili ekan. 2-3 ming dollarga a'zo qilardim. Lekin hozirgi nomeradiy mashina qaysi birida bo'lasiz? Endi hamma o'zini minib turgan mashinasini, конечно, deyveradi-yu. Men sifatli emas, aytdim. Yo'q, narxiga mos deb, просто aytdim. To'g'ri. Komfort ana shu 400 ming, 500 ming dollarlik komfortni 87 ming dollarlik mashina berayotgani uchun shuni olganmiz. Bo'lmasam shu 150-200 ming dollarlik mashina olishga pulimiz yetadi, alhamdulillah. Lekin balki u darajaga yetmagandirman. Bilmayman. Nu, hozir minayotgan mashinam yo'q edi. Lekin все-таки BMW mi Mercedesmi? Dizayn bo'yicha BMW, salon dizayni bo'yicha Mercedes. Mercedes. Sifati ikkalasi ham To'g'ri. sifati to'xtadimi? Nemis kачествоsi oldinlari aytilardi. Lekin hozir nemis kачествосini ko'ringiz, chunki yangi BMW olgan odam Xitoy mashinasichalik ko'p yurmayapti. Ustaxonaga tezroq kiryapti. Mana BYD 500 minglik probegli BYDlar bor. Ustaxonaga kirmaganlar qancha? Lekin BMW ustaxonaga tez kiryapti. Nimagadir? Elektromobillarni hisobga olmasa, elektromobillar zo'r. Ular vaqt ustaxonaga kirmaydi, gap yo'q. Bu ana benzinli mashinalar ko'p kiryapti. Yana bu meni subyektiv fikrim, yana so'kib tashlamaysizlar. Bo'ldi, shunaqa gaplar. Like bilan podpiska eslaridan chiqmasin.